jalba bilan kelyapsiz. Hamma ko'radimikin bitin. Bizda protokol bor. Protokolda muolajadan oldingi rasmingiz, keyingi rasmlaringiz turadi. Drenaj qilganmi opaga? Nit olganlar natija bermagan. Chunki srazi nit qilib bo'lmaydi sizga baribir hozir. Natija berish uchun oldin bu muolajalarni olib turib, keyin qilish kerak. Hamma narsa etap-etap. Opamizni hozir ko'rasizlar, muolajadan keyingi holatlarini. Ko'ringlar, ikkita muolajada 1 million 600 dan 3 million 200 sarflaganlar mana. Lipolitika ishlamaydi degan gap xato. Chunki o'rnini to'ldiruvchi va birga tortuvchi komponentlar bor, tezlashtirib beruvchi. Ular bilan birgalikda ishlaganimizda biz natijaga erishamiz. Mana shu joy tez ishib atyoq bo'lib yotadi. Hozir unaqa narsa yo'q-ku, opam. Joylarimiz 50-70% shu problemadan aziyat chekishadi. Ya'ni ko'zni pastki yuz qismlarida yog' paketlari va suv dimlanishlari kuzatiladi. Natijada atyoq bo'ladi, ishib ketish holatlari bo'ladi. 4 tagacha muolajada yechim bor. Mana opamiz yuzlari juda ham katta edi. Oldin nit olgansiz, rezultat bo'lmagan, to'g'risini ayting endi menga. Mana endi.